hamkasblar, aziz yuristlar. O'zbekiston Yuristlar Assotsiatsiyasi nomidan sizlarni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan samimiy muborakbod etaman. 2025-yil assotsiatsiyamiz faoliyatida muhim va tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Uzoq yillar davomida rejalashtirib kelingan assotsiatsiya faoliyati aynan 2025-yilda amaliy bosqichga ko'tarildi va tizimli ravishda yo'lga qo'yildi. Mazkur yil davomida O'zbekiston Volontyorlar Assotsiatsiyasi, Yuksalish milliy harakati, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi, Toshkent davlat yuridik universiteti, Toshkent mediatsiya markazi kabi qator nufuzli tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlik memorandumlari imzolandi. Shu bilan birga 2026-yilga mo'ljallangan ustuvor vazifalar, rejalar va istiqbolli loyihalar muhokama qilinib, kelgusidagi faoliyatimiz uchun mustahkam institutsional poydevor yaratildi. Yangi 2026-yilda siz aziz hamkasblar bilan birgalikda assotsiatsiyaning tashkiliy tuzilmasini shakllantirish, uning asosiy faoliyat yo'nalishlarini belgilash, hududiy va professional vakillikni kengaytirish, yuristlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan tashabbuslarni amalga oshirish, yosh yuristlar va volontyorlar bilan tizimli ishlash, mediatsiya va muqobil nizolarni hal etish institutlarini rivojlantirish, shuningdek, ilmiy amaliy loyihalar hamda ijtimoiy ahamiyatga ega dasturlarni hayotga tatbiq etishni o'z oldimizga muhim maqsad qilib qo'yganmiz. Yangi 2026-yil sizga mustahkam sog'lik, baxt va farovonlik, professional faoliyatingiz hamda shaxsiy hayotingizda yangi yutuq va muvaffaqiyatlar olib kelsin. Har bir kuningiz quvonch, ilhom va taraqqiyot uchun yangi imkoniyatlarga boy bo'lsin. Yangi yilingiz bilan u barchamiz uchun samarali, muvaffaqiyatli va ilhomlantiruvchi yil bo'lsin.